Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. Juda ham yaxshi, qulay narxlarda. Sergelining yaxshi joyidan, o'zi ko'pchilik bilishadi. 1-metro bekatiga 200 metrcha chiqadi. Mana shu 7 etажkali novostroykamiz 4-qavatidan chiqdi. Bir xona, kvadratlari ham yaxshi xonadonimiz. Xohlasangiz ipoteka ham qilsangiz bo'ladi, yetmaganini. Ko'rib turibsizlar, atrofida magazin, hamma narsalari bor. Ostanovka, metro ham juda qulay. Arendaga berib qo'ysangiz ham bemalol, misol uchun odam ikkilanmasdan turishadi. Investitsiya uchun olsangiz ham bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop. Xonadonning ichlarini, remontlari ham yaxshi. Yo'lni yuzidan shuni ikkinchi liniyada joylashgan. Oldida bolalar maydonchalari ham, magazinlar, bog'cha, maktablar ham juda yaqin. Magazin hamma sharoitga ega. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlari bilan uyi ichini obzorini ko'rsatib o'tib ketaman. Xonadonimizga kirib oldik. Kirishni shunaqa koridorga akkuratni qilib shkaflarni joylab qo'yibdi. Menimcha bu shkafni Mametga qo'yib qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Bu yoqqa bitta o'zi koridor shkafchasini qo'yib qo'ysa chiroyli ko'rinadi. Bu yoq spalni, endi bitta xona bo'lgandan keyin xohlasangiz spalni, xohlasangiz mehmonxona ham bo'lib ketadi. Bu yoqqa gilam-pilamlarni qo'yib o'zlari uchun bitta chizga qorasizlar. Mana aytgandim, mana bu shkaf o'zi koridordagi. Bu yoqda sanuzillari ichmik joylashtirilgan, akkuratni qilib yarimgacha kafel terilgan. Bu fermaning remontida turibdi, keskin remont bo'lib. Bu yoq oshxonada ham o'sha ferma qanaqa qilib bergan bo'lsa, o'sha turishda turibdi. Endi aytganimdek, u yoq bu yoqni o'zlariga qarab, o'sha atrofni xohlasalaring gaz remontda qoldirib, kvartirani o'zlariga hissalarini ham bo'laveradi. Bu yoqda balkoni, ko'pchilik bu Choshtepadagi uylarni ham oshxonani balkonga chiqarib, balkonni o'rab olishib, bu yoqda ham qanaqadir xona qilishyapti ko'pchilik. Atak o'zi bir xonaligicha ham yaxshi. Koridorlari ham yaxshi. Bu uyimizni общий kvadratiga keladigan bo'lsa, kadastrda 36 kvadrat. 540 million shartnoma yozilgan. Anaqasi ipoteka qilib summa chiqarishi, ipotekaga ham aytganimdek chiqarsa bo'ladi bemalol. O'zini tan narxiga keladigan bo'lsak, 45,5 ming AQSh dollar belgiladik. Endi tepasida savdosi bor, xudo xolasa savdo qilib bemalol olsanglar bo'ladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak ham, xonadonga keladigan bo'lsak ham juda chiroyli, juda qulay, shinam xonadon. Pastda nomer qoldiraman, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Sizlarga tashqari liftlarni ham ko'rsataman. Liftni ham shunday chiqqanda to'g'rida 3 ta xonadon bor. 3 ta xonadon bor. Bitta podyezdda, bu yoqda zinaga chiqib ketadigan joy. Yaxshi xonadonimiz. Bundan ham yaxshi, qiziqarliroq variantlarimiz, tez sotiladigan variantlarimiz Telegram kanalda. Telegram kanal shundoq YouTube kanalimiz shapkasida. Ulov olinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.